Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum bozor va biznes kanalining qadrli obunachilari. Bugungi videomizda so'ri, tapchan, karavot va albatta darvozalar narxini yoritib beramiz. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu ko'rib turgan 15 ta darvozalaring akalarimiz razmeri tushsa aksiyaga qo'yib yuborishibdi. Undan tashqari, sizning razmeringizga qarab turib, xohlagan fasonda, xohlagan razmerda ham yasashib, butun O'zbekiston bo'yicha kelishilgan narxlarda akalarimiz olib borib ustanovka qilib berishyapti. Manzil Namangan viloyati 3 tumani Jidagabadan bo'lyapti. Videomizni boshida bittadan like bosib, tanish-bilishlarga jo'natib qo'ysalar, kimgadir foydasi tegib qolishi mumkin. Bundan tashqari, so'ri kravatlarda ham siz aytgan razmerda, aytgan fasonda, aytgan rangingizda tayyorlashib, butun O'zbekiston bo'yicha yetkazib berishyapti. Videomizni boshida bittadan like bosgan bo'lsalar, hozir esa ustakamizdan to'liq ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka, yaxshi ko'rdingizmi? Rahmat, Allohga shukr. O'zingiz yaxshimi ustaga? Yaxshi, rahmat aka. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Ustaga mana shu darvozalar xudo xolasa aksiyaga qo'yib yubordilar. Bugun hammasi aksiyada aka. razmeri tushsa bo'ldi. Razmeri tushsa bo'ldi aka. Bo'ldi gap. Boshlaymiz mana shu darvozamizni ustaga. Aka, xudo xolasa bu darvozamizni eni 3.40, bo'yi 3.5. Aha. Materiallari keladigan bo'lsa, yondoqlari 10 ga 10, ikkili stenada bo'lgan, taglari shiviller, 2 qavat, 1.8 plyus o'yda bo'lgan aka. Ha, 2 qavatmi? Ha, 2 qavat plyus o'yda bo'lgan. Arqa tomonlarni ham ko'rsatib o'raylik. Ha, arqa tomonlarni ham ko'rsatamiz. Arqa tomonlarni ham ko'rsatib qo'yamiz. Juda ham chiroyli mana. Bosh ko'rinishda ekan. Razmeri tushsa qanchadan qilib beramiz aka bunimizni? Aka, razmeri tushadigan bo'lsa, siz obunachilaringizga 1 million so'mdan qo'yib beramiz aka. 1 million so'mni olib borib ustanovka qilib berasizlar. Ustanovka qilib beramiz. Qayergacha? Vodiy bo'ylab aka. Qolgan joylargacha? Qolgan joylarga kelishilgan holda aka. Kelishilgan narxlarda. Endi ustaga mabodo razmeri tushmay qolsa, menga boshqacharoq razmerda yasab beringlar desa, 1 kvadratini qanchadan yasab 1 berasiz? million 100 ming so'mdan yasab beramiz. 1 million 100 ming so'm. Значит, 1 kvadratdan 100 ming so'mdan aksiyaga qo'yib yuborasiz. Shunday ustaga? Gap yo'q, zo'r. Razmer aloqaga chiqib ko'rasizlar. Bunimiz shu ustaga? Aka, bu Istanbulchning qulay narxlarda aka. Aha. Razmerlari keladigan bo'lsak, eni 3 metr, bo'yi 3.5. 3.5. Aha. Bu darvozamiz 450 ming so'mdan skidga qo'yganmiz. Yasataman deysa 500 ming so'mdan yasab beramiz aka. 500 ming so'mdan yasab beriladi, lekin darvozaning razmeri esa 450 ming so'mdan. 450 ming so'mdan. Tahlari shiviller mi? Taglari shiviller, yondoqlari 8 ga 6, 1.5 stenada bo'lgan. Ha, nirjavikali variant ekan. Nirjavikali variant. Mana palasalar nirjavika ekan. Zamok pamuklar hammaga qo'yib beriladi, ustoga. Hamma yo'qlar olib borib ustanovkalarigacha bepul ekan. Vodiy bo'yicha ichida bo'ladi, qolgan joylarga kelishib qolinadi. Ha, keyingisi ustoga? Buni razmerlari keladigan bo'lsa, eni 3.55. Aha. Bo'yi 3.5 aka. Refroga darvozamiz. Listlariga keladigan bo'lsak, 1.3 ta bo'lgan aka, taglari shiviller, yondoqlari 8 ga 8 da bo'lgan. 8 1.5 stenada bo'lgan bu. Aha. Tevalari lazer ekan. Ha, tevalari lazer ekan. Buni narxi keladigan bo'lsa, 1 kvadrat metr 650 ming so'mdan, yasab beriladigan bo'lsa 750 ming so'mdan aka. Ya'ni shu darvozamiz 15 kvadrat chiqadigan bo'lsa 1,5 million so'm skidka qilinyapti. Shunday ekan, 1,5 million so'm skidkaga qilishyapti akalarimiz. Qoyillik. Keyingi darvozamiz aka. Aytek darvozamiz. Aytek, ha? Buni razmerlari keladigan bo'lsa 3.5 ga 3.5 aka. 3.5. 1.8 plyus o'yda bo'lgan. 2 qavat. 2 qavat. Yondoqlari rossiyskiy shivillerda bo'lgan aka. Ha, hamma uchta tomoni shivillerda. Ha, shu tomoni shiviller. Tomoni shiviller aka. Mana bitta ko'rsatib qo'yamiz. Ya'ni shiviller profilga qaraganda bahonaroq. 2 qavatda bo'lgan. 2 qavatda, ha. Buni narxi keladigan bo'lsak, bu ham 1 million so'mdan skidga qo'yganmiz. Yasab ber deyishadigan bo'lsa 1 million 200 ming so'mdan yasab beramiz aka. 1 million 200 ming so'mdan zakazga. Lekin mana shu razmeri tushadigan bo'lsa 1 million so'm. 1 million so'mdan. 3.5 tushadigan bo'lsa 1 million so'mdan olib borib ustanovka qilib beramiz. Ustanovka qilib berilyapti. Tushunarli. Xo'sh, keyingi darvozamiz. Bu darvozamiz razmerlari keladigan bo'lsa, eni 3.45, bo'yi 3.5 aka. Aha. 1 qavatda bo'lgan, 1.3 ta. Materiallari keladigan bo'lsa, yondoqlari 8 ga 6, 1.5 ta bo'lgan. Taglari обязательно shivillerda bo'lgan aka. Aha. Bu darvozamiz 1 kvadrat metri 450 ming so'mdan aka. 450 ming so'm. 450 ming so'm. Razmerni yana bitta aytirib yuboring. Eni 3.45, bo'yi 3.5 aka. 3.5. Aha. 450 ming so'mdan 450 ming so'mdan. Yasab ber deyishadigan bo'lsa 500 ming so'mdan yasab beramiz aka. 500 ming so'mdan yasab beramiz. Ha, shunday aka. Tushunarli. Qadrdonlar, akalarimiz hech qanaqa olib sotar ham emas, ya'ni olib sotuvchilar emas. Mana shu yerda o'zlari tayyorlashib va xalqimizga yetkazib berishyapti. Ya'ni birinchi qo'ldan bo'lyapti. Unda xolosa kelishilgan narxlarda yana arzonlashtirib berishaveradi. Xo'sh, bu darvozamiz aka? Bu darvozamizga keladigan bo'lsak, 3 qavatda bo'lgan darvozamiz. 3 qavatli Samarqand fason. Samarqand fason aka. Qoyillik. Zo'r. Razmerlariga keladigan bo'lsak, 3.5 ga 3.5. 3.5 ga 3.5, ha. Malishkalari bilan, girdlari bilan qilib berganmiz aka. Girdi bilan bo'ladigan bo'lsa aka, eni 420 bo'ladi. Ha. Bo'yi 390 bo'ladi aka. 390, ha. Bu darvozamiz 1 kvadrat metr 1 million 100 ming so'mdan skidga qo'yganmiz. 1 million 100 ming so'm. 1 million 100 ming. Ha, skidga 3 qavatda bo'lgan aka. Yasab ber deyishadigan bo'lsa 1 million 250 mingdan yasab beramiz aka. 2 qavatlisini. 2 qavatlisini. 2 qavatlisinchi ustaga? 2 qavatlisini 1 million 200 ming so'mdan yasab beramiz. 1 million 200 ming so'mdan. Tushunarli. Arqasi tekis adashmasam, hali arqasi tekis deyman. Orqasi tekis aka.
3 qavat bo'lganini hisobiga. 3 qavat bo'lgan bu tomondan ko'rinaydimi ekan? Tekis ekan. Orqasi tekis bo'lgan 3 qavat qadrdonlar 1.100.000 so'mdan 1.100.000 razmeri tushsa borib ustanovka qilib berishadi, aloqaga chiqaverasizlar. Xo'sh, keyingi darvozamiz usta aka. Keyingi darvozamizga keladigan bo'lsak aka, razmerlar aka buni. Endi 3.20, bo'yi 3.5 aka. 3.5. Ha, shtambochni darvozamiz. Dislarga keladigan bo'lsak, 1.3 aka. Taglari shiviller aka. Taglari shiviller. Bu darvozamizni ham 1 kvadrat metr 450 ming so'mdan skidga qo'yganmiz. 450 ming so'm. 450 ming so'm. Zakaz berishsiz-chi usta? 500 ming so'mdan aka. 500 ming so'mdan. Tushunarli, 500 ming. Materiallari xudo xohlasa yaxshi materialda bo'lgan. Qancha garantiya beriladi kraskasiga? 5 yil aka. 5 yil garantiyasi bor. Shtampovkalarga. Mana bulargachi? 7 yil aka. Ya'ni qo'l mehnatida qilingan 2 qavat, 3 qavatlarga 7 yil garantiya beriladi. Tushunarli. Xo'sh, bu darvozamiz usta aka. 3 ta bo'lgan aka bu darvozamiz. 3 ga 3. Ha, 3. Taglari shiviller, yondorlari 8 ga 8 da bo'lgan. Ha. 1.7 stenada bo'lgan aka. Mislari 1.3. Bu darvozamizni ham 450 ming so'mdan qo'yib beramiz aka, skidkada. 450 ming bo'lsa, hozir 3 ga 3 va 9 kvadrat bo'ladi. Shunday aka. Xo'sh, где-то 4 million 50 ming so'mga to'g'ri kelyapti. Shu darvozamiz. 4 million 50 ming so'mdan. Yasataman deysa 500 ming so'mdan aka. Ha. Yasab beramiz. 4 million 50 ming so'm olib borib ustanovka ham qilib berishadi ekan. Qoyil ekan. Bunimiz shu darvozamiz. Bu darvozamiz taglari shiviller. Aha. Ekaloqlar 8 ga 6 1.5 ta bo'lgan. Razmerlarga keladigan bo'lsak, endi 3.30 bo'yi 3.5. Aha. Bu darvozamizni ham skidkada 450 ming so'mdan aka. 450 ming so'mdan. Bu даже mana bu nirjevkani ham 450 Ha, 450 ming so'mdan. Xalq mazaqsini. Xalq mazaqsi aka. Qoyil. Adashmasam bular 650, 700 atrofida bo'ladi, lekin akalarimiz 450 ming so'mdan qo'yib yuborishdi. Qo'yib yubordik aka. O'tgan yilgi narxni aytdim-da, shunaqa nima qilib berishadi. Shunaqa aka. Bunimiz shu ekan. Bu darvozamiz Dubai fason darvoza. Dubai fason, ha, bir qavatlisa? Ha, bir qavatli aka. Ha. Buni razmeri ham 2.30 ga 3.5 aka. 2.30 ga 3.5. Ha. Yondorlari 8 ga 6 1.5 ta bo'lgan, taglari har doimgidek shiviller aka. Ha. Bu darvozamizni ham kvadrat 450 ming so'mdan aksiyaga qo'yganmiz aka. 450 ming so'mdan aksiyaga. Mana bunimiz shu Bu ekan. darvozamiz aka endi 3.60. Aha. Bo'yi 3 metrda bo'lgan. Materiallari xudo xohlasa yaxshi materialda bo'lgan. Yondorlari 8 ga 6, taglari shiviller. Aha. Bu darvozamizdan 450 ming so'mdan. 450 ming so'mdan. Yasataman deysa aka, 500 ming so'mdan yasab beramiz aka. 500 ming so'mdan zakazga beriladi. Vodiy bo'ylab dastavkasi bepul aka. Qolgan joylarga kelishiladi, Ha, usta aka. oynalar kelishilgan holda. Tushunarli. Undan tashqari usta aka xohlagan fasonda yasab olib xohlagan qilib beradi. fasonda aka yasab beramiz. Yasab berilaveradi. Qoyil. Bittadan laykni bosib qo'ysa qadrlar mana bu. Qaylardadir so'ri deydi, qaylardadir tapchan deydi, kimlar esa kravat deydi. Hammaning o'zining nimasi bor. Ya'ni mana shu so'rimiz nechiga nechi ustaga? 2.5 ga 2.5 aka. 2.5 ga 2.5. G'ildirakli variantda ekan-a ustaga? Shunday aka. G'ildirakli, stoperli variantda Tayyor aka. tayyor rossiyskiy taxtalar qoqilgan. Qirg'oqlariga bitta e'tibor berib qo'yasizlar, ortiqcha yaktanilib qoladi, shimdilib qoladi deyilmaydi. Hammasi ishlov berilgan ekan Ishlov ustaga. berilgan aka. Qoyil. Hamma joylari germetik bilan yamalgan aka. Yamalgan. Astavka ham qilib berasizmi ustaga buni? Dastavka qilib beramiz. Qayergacha? Vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab ichida. Ichida aka. Qolgan joylarga kelishiladi. Kelishiladi. Hech qancha qo'shilmaydi aka. Hech qancha qo'shilib. Bu narsani haligi bolt gekali, sharnerli ham qilib beraverasiz. Hammasini qilib beramiz aka. Ya'ni joyni kamroq egallikda voqaga ketgan so'z Hammasini bo'ladi. qilib beramiz. Qancha qilib berasiz bunimiz ustaga? Aka siz obunachilaringizga 3 million 400 mingga olib borib beramiz aka. 3 million 400 Vodiy bo'ylab. vodiy bo'yicha dastavkasi ichida. Qolgan joylarga kelishiladi. Kelishilgan holda. Agarda yaqin o'rtadan kelib olib ketadigan bo'lsa, kelishtiriladimi? Kelishtirib beramiz. Kelishtirib Ayrib beriladi. o'tib beramiz aka. Aha. Bundan tashqari ustaga kimlardir razmeri kichikroq, masalan, oshxonalarga haligi 4 kishilik, 6 kishilik yoki bo'lmasa razmeri kattaroq, tevasida shiferi borlarda ham yasab Hammasini beramiz. yasab beramiz aka. Ya'ni joyi bo'lsa bo'ldi. Razmer desa bo'ldi. Yoki Telegramdan yozsa aka, Aha. rasmlari bor. Hammasini tashlab beramiz aka. O'zimiz qilgan ishlarni tashlab beramiz. Qoyil. Zo'r. Qadrdonlar, tapchan, so'ri kerak bo'lsa, ana akalarimiz birinchi qo'l kelaverasizlar, xudo xolasa bizni kanaldan chiqqanlarga dichepcha bonuslarni qilib berasiz aka. Bor aka, siz obunachilaringizga bor. Bonuslarni qilib berishadi. Qoyil. Chetiga bittadan like bosib, gruppalarga tarqatib qo'ysalar, kimgadir foydasi tegib qolishi mumkin. Qadrdonlar, foydali video chiqaryapmiz. Naqa haligi bema'ni, bachkana, yolg'on narsa emas. Ya'ni ko'rasizlar, zakaz berasizlar, akalarimiz chiroyli qilishib, olib borib o'sha olib berishadi. Bo'lmasa darvoza bo'lsa ustanovka qilib berishadi. Bu akalarimiz adashmasam past 3 yildan beri ishlaymiz ustaga. Shunday aka, birga ishlaymiz. Shu paytgacha ortiqcha jalova palova eshitmaganmiz. Ya'ni ishonarli akalarimiz. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekranda nomerlari bo'ladi, aloqaga chiqib olasiz. Ustaga rahmat. Salomat bo'lasiz. Alloh razı olsun. Xo'p aka.